Sizden bitta mol olganman, bilasizmi? Mana yana kelyapman sizni anaqangizdan. Telefon qilasizmi, boshqa qilasizmi? Mana shu 120 millionda agar anaqa bo'ladigan bo'lsa men bu sizni anaqangizdan o'chib ketaman. Mana davlatdan keldi mollari keldi, xudo xolisa kelishni boshladi. Mana xudo xolisa kelaverasizlar, davlatdan keldi mollar yetib keldi, xudo xolisa. Mana zo'rlari keldi, xudo xolisa. Bir tarafini yopib mana bunaqangi olibdalari keldi, xudo xolisa, bolasi buqasiga. Mana bunaqangi olibdalari keldi, rossiyskilar, zo'rlari. Tot. Olibdalari keldi. Bunaqangi olibdalari ham bor ekanlar. Bu birinchi mashina, xudo xolisa. Kelaverasizlar, ishlaring bitadi ekanlar. Kanalga layklar bosib, obuna bo'lib kuzatib boraverasizlar. Zo'rlari kelaveradi ekanlar. Kelishtirib bering. Davlatdan keldigan 120 millionga bersin. So'kinishyapti akalar. Uchtasi. Baraka 3 ta olyapti. 12 millionga ham so'rayapti. Qaysi bo'lyapti? 246lik. Ana 40lik. 132 milyon bo'lar ekan, Sanjarbek. 3 million kam bering dedi. Bu aşağıdan orzon deb keldik sizga. Siz ham qo'shing aka, bag'am tushib bersin. Kelish. Bu haldan beri 10 million qo'shib qo'ydi. Aka matlarcha gap gapiring. Bizi pasida narxi. 30 milyonu pasida deganiga keldi. Bering, Ya Allah. Bering. Matlarcha gap gapiraman. Gap olaman, siz gapiraman. Gapiringchi. 5 million, 3 million tushib bermayman. Matlarcha gapiraman. 132 milyon bo'lar ekan. Eshitdim, 129 tamam nima desa? 125 million so'mga arg'amchisi ham, dastlabkasi ham mendan 7 million so'm deb mana videosiga ham, boshqasiga ham hamma yo'q yo'laversin. Luboy joyda aytiladi, 3 ta oylik ekaningiz uchun sizga martaba. Siz 3 ta muvaffaqiyat. Men hozir 8 ta muvaffaqiyat kelib, hozir achchig'im kelib turibdi. Hop, so'kinolmayman. Shuning uchun hozir ishoning. Bering 120 million. Qo'shing siz ham aka, siz ham qo'shib gapiring, siz ham. Men buni hozir 120 berdim. 15 ga hesabini chiqara olmayapti. 120 million men aytdim. O'sha pulga bo'lsa, Aka 125 millionga obortirib beraman. 125 dan ham o'tib berasiz. Gapiring aka, siz qo'shing. O'tib beradi 125 dan ham. Siz qo'shib gapiring, bitkizamiz. Gapiring, ko'nglingizdagini bitta gapiring. Sani kanalingda mollarni joyiga kirib ketishadi deyapman. Gapiring. Men ha qirg'izdan bu. Hammasi qirg'izdan bu. Hammasi qirg'izdan bo'ladi. Hammasi ko'rganmisizlar? Dangallik qiladi. 3 ta mol olyapti. Bering 120 million, bering. 15 million deyapti. Men aytdim 5 million qo'shib berdim. Shu akalarga bering desa beraman, eshitib turayman. Mana shu akalar xolisizlar bilan. Beshariqdan sizlar Andijondan men Farg'ona bitta. Aka 132 million aytilgan mol, 3 tasi. Ya'ni bitta olaman dedi, 1 million tushib beraman dedim. 3 ta olaman dedi. Aka 7 million ham beringlar deb aytilgan puldan dedi. Aka eshitib turing siz. Siz 30 millionni pasta deganingizga keldi u biz. 30 million pasta mol olsizlar, 1 millionlik olyapsiz. Bering. Nima pas degansiz? 1 milliondan bering. Tag'in menga hech kim emas sizlar. Prosta o'zbekmi? 120 so'radi. Madaniyatga olib ketamiz, bering. Deganimki, ba'zi ketmonlarni ham chopganim yo'q. Men siz Xolissiz. Ha, xolisman. Deganimki, hozir baq jindi hali 1 million yo 2 million qimmat olib turib oladi bag'am, oladi. Shuncha pul chiqadi. Shahdan keldim. Ha, shahdan kelib hali deb so'kinib ketmasin-da, xursand bo'lib yana kelib qarindosh urug' bitta o'zim ham bilaman. Qarindosh urug'ini yetalab kelsin-da, yana mollaringizni olsin. Qo'shnilarim Endi o'tib bering shahar. Hop, aka 132 million bo'lar ekan. 129,3 million kam bering dedi. Undan o'tib 125 million bering dedi. Yana o'tib bering, yana o'tib berasiz. Gapirsin aka. Hop, 7 million qilib bitmasmi? yo'q. Siz ham boshqa gapiring. Xursand bo'lib ketsin. 40 millionda 3 ta mol olyapti. Bu qora ko'zlar ichingada aka. Bering, biz Dangalingiz aşağıdan mana keldik. chiqsin, bering. Bor baraka. Ko'rim bo'l, men unaqa qilib beraman, men aka unaqa beraman, to'g'risi. Bering aka. Qozona. Xo'jali ham ketdi. O'rtasida gaplashib oldim. Sizga ishchi xizmatchilar olib kelaman. Ma kelinlarim qiynamaydi deyapti. Bering 120 million shuncha gapdan keyin. Bering. 25 ga oling. Yo'q, 120 million berasiz.
Aşağıda Benim ya 5 milyon men Jon qo'shib aka, yubordim. Men sizni Xohlasa olsam qanday? Koreyada kuzataman, Koreyadan. Xudo xolisa men mana shu boladan borib olaman dedim. Muxlisingiz ekan, o'tib bering yana. Aka bitta kelib O, sakkiz- har ko'rsatuvingiz deydi negativ yozib borsa gap boshqa ekan deyapmikda shu 1-2 million o'tib bering shunaqa. Abror Bey, sizdan bitta mol olganman, bilasizmi? Mana yana kelyapman sizni anaqangizdan. Telefon qilasizmi, boshqa qilasizmi? Mana shu men 120 millionda agar anaqa bo'ladigan bo'lsa men bu sizni anaqangizdan o'chib ketaman. Bering. O'tib bering. 120 million. Aka boshqa gapiring. Yo'q. Qo'shing siz ham aka bit. Endi to'g'risi isib ketdi. Endi mart gap gapiraman, keyin omadsiz 125 dan gamiga ham berma. Hech turing tutdi endi. Aka 132 million bo'lar ekan. Aka xohlang oling, 10 million so'm tashlab berdim. 122 millionga xursandchilik bilan. Oling endi xursand bo'lib aka. Yo, sizga yo. Nega 1 million qo'shib qo'y? Aka men 1 million tashlayotganim yo'q. 21. Akaniz bo'lmaz. Bizga beradiz bo'lmaz. Naqd berasiz? Ha? Naqd berasiz? Yamini beraman. Yo, naqd berasiz. Yo'q, yamini 10 kundan keyin beraman. Yamini hozir berib Yo, aka, unaqaga omon biz Aka beramiz pulini. Pulni mashinada borganda berib yuborsa bo'ldi. Yo'q, pulni qaytib kamini aka beramiz. Biz o'zimiz yo'l kerak qilib. Aka, mana Abrorga ham aytaverasiz. Bu o'zimiz tashlab regionga xolos. Aka, unaqa holat. Biz begona joyga narsa berolmaymiz. Eshitib turing, mana videoda turibsiz. Mollarim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi yemib qo'ysa, eshitib turing. Bir moldan nuqson chiqsa, aka, bu kelishilgan holat. 121 million pulingizni 100 ga olib borib turib, mashina olib keladi, videoli turibdi. Xohlasa o'zingiz videongizga qo'yib oling. 15 kun ichida mana aytgan narsamdan bitta g'ubor chiqsa 121 million pulingizni 100 ga olib borib, men yo'l kerak qildirmay olib kelaman. Ko'ningiz to'lsa oling, bor aka. Baraka top. Hojiona bitta duo qiling. Hojona bir duo qiling, qolgani bo'laveradi. İşleriniz ilgili olsun, işleriniz aslan olsun, hacetleriniz rava olsun. Sizi başınızga oldingiz uzoq ömür. Amin. Siz qilayotgan ishlariniz hammamizga bizni pulimiz sizga baraka bersin, sizni berayotgan molingiz bizga baraka bersin. Alloh akbar. Bitta gap aytaymi? Mollarni 130 milliondan kamiga umuman iloji yo'q edi. Kelgan puliga ham to'g'ri kelmadi. Bittasi mana unisi. 40 millionning tepasida kelgan 15 lira oyog'ida ham mana mollar. Bu onangiz bilan degan uchun berdim. Mollar foydasi uchun berdim. Alloh oldi ekan. Xudo xolisi baraka topinglar. Bolalari bor hammasi. Bittasi bu. 3 tomonimiz 121 million. Menga sotganga barakasini bersin. 52 million deganman, 51 million emas, 50 million emas, 49 million emas, 48 million so'mga arg'amchi ham dastlab kelsa ham hamma yo'q menda. Ha zo'r bo'ldi uni pishdi. Martli ham martcha qilaman. Oldinda boring shatda. Yo, qo'shtog'am. Cho'ntagimga masalan Mana dangallikka boshqatdan gap gapiring. Azbek akam uchun sotaman. Luboy uchun sotmasam ham sotaman. Gap gapiring. Yo, boshqatdan gap gapiring. ko'taramayman. Cho'ntagim ko'taramayman. Bor sotdim. Nech pul? 45 million. Mashinasi bo'ldi. Ag iloji yo'q, bo'lmasa 50 dan. Ha iloji. Mana uni ovoz bolasi. Molim yemasa, ichmasa, tepsa, ustida o'zini o'zi emib qo'ysa, maniki 20 ta ortiq, 20 ta dollar, 20 ta ortiq sut beryapti. 30 litr sut beradi kamida, xudo xolasa, o'zi asli. Men sizga 20 litr beryapman. Bu molimdan bitta 15 kun ichida g'ubori chiqsa, mol meniki bo'zayni ichida o'tkazib qo'ysangiz kasal qilsangiz tan ola olmayman. To'g'ri gap. Molni tanjoni sog'. Sutini litriga 1 litr, 2 litr kamaytirib qo'ysangiz tan ola olmayman. 10 litr ko'paytirib qo'ysangiz ham 10 litrni so'rab ola olmayman. Bu yemasa, ichmasa, tepsa, ustida bachadoni chiqib bir yo'talib, tushkirib nuqsoni bo'lsa, 11 xil kasalga emlanmasi bo'lgan, hech qanaqa emlanma qildirish shart emas. Bergan pulingiz bola chaqamga yaxshilik kunimga xursandchiligimga ishlataymi? Oxiriz molga to'lib, menikidan ham ko'payib, 100-sigir olayotganingiz ham yorug' yuzda sotishni nasib qilsa menga ham bor aka. Malades bo'ldi. Men ona kireli hamma yoqda aylatib qo'yganman Azbek. Oshni 10 minutda damlaydi. 45 million so'mga baraka topib bo'ldi. Rossiyani go'zali. Olganga sotganga barakasini bersin. Bittadan layklar bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Bunda buni aytdi Azbek ham. Xudo xolasa, xo'sh. Ikkovini bering. To'ppa to'g'ri pul olavering. Hozir naqd pul. Yo, tushundimmi? Hoshtaga mollarda 64,5 millionga ham o'ylanib sotaman, yakkalabga. Mana martlikka sizga yo bitta gapki, martlikda ham chunki 1 million o'tib beradi mana, 500 ming o'tib beradi mana, 2 million shatar qilib bordim, yo'l kirasi ham mendan. Hamma yo'g'i dastlab kelsa ham mendan, arg'amchisigacha mendan. Yo, aytib, uni o'zim niyat qilganman, birovga arg'amchi olmaymiz, sababki o'zimiz niyat qilib olib kelganmiz uni.
Itga o'xshab ko'pgina mol boqsin o'sha odamman. Barakali borsa eshik yegan misol uchun. To'g'ri gap. To'g'ri qilib beravering. Yo'q, akamdan ziyon qilamiz. Pul qo'yib sotmaymiz, 5 million o'tib berolmaymiz biz. To'g'ri. Men hozir bozor hisoblaganmiz hozir. Yo, to'g'ri. Turganimiz aytib, bo'lmasa so'raveramiz. Hadi gap. Yaxshi niyatda mana Hadi gap. omad bozor sotmaydigan, bo'lak qilmaydigan. Xudo xohlasa ko'paytirib mana Ammo xursandchilik bilan 63 millionga yozib beraman. Undan omad. bering. Dangal gap. Yaxshi niyatda keldi, xursandchilik bilan bering. Bering. Yo'q, 60 ga ziyon qiladi. Puli ham bo'lmaydi. To'g'ri, men 5 million qo'yib sotmayman. Ammo uni kimgadir aynaqa tuyulishi mumkin. Unaqa 5 million qo'yib sotmayman molga. Unaqa ishlarga bularga hojatxona qilamiz. Ulardan qo'ladim. Bittasi 5 dan qilib turganda boshqa. Bering. Mana 60 ga berdim. Bari ham qarab endi. Ya, ammo sharoitga avvalo og'iga qarash kerak. Cho'ntagiga misol uchun. Qilyapman, so'ramadim. To'g'ri beramiz dedim. 63 ga dastlabkasi ham mendan arg'amsan. Dangal 63 ga. Martlikka xolos. Bering. Ahmadga nima deydi? 500 ga qo'shib beramiz. 60 ga sotaman. 60 ga, 60 million 560 ga baraka. Ikkita mas. Mashinchi odamdan, mashinchalik katta odam, bolasi tengi odam sizlar bilan 500 ming pullarga betim chidamaydi. Gal so'raymi degan Sizga ham bularga 61 beradi. bering. Ke qo'ling, bering. Ammo xursandchilik bilan bering. Baraka gap so'z yo'q. Duo qiling hoji tog'a. Mana eshittiring, qo'lingiz menga bering. Mana 10 terga turibsiz, tamom videoga olib turibsiz. Molim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi emib qo'ysa, yo'talib tushirsa meniki 20 litrdan sut beryapti. 18 tadanga tushirish ham, 25 tadanga chiqarish ham o'zi oxirizga bog'liq unisi. Men Hozir sharoitga 20 tadan beryapti aka. yozib olib boraman. Kechga sog'aman. Aka kechki sog'asi 10 litr sut beradi. Bari. Ha. Aka, ertaga ertamandan endi joy almashadi, boshqa bo'ladi, o'zgaradi. Men sizga 15 kunga garant beryapman mollarim, ha. Mollarimdan xudo xohlasa molim yemasa, ichmasa, tepsa, ussa, o'zini o'zi emib qo'ysa meniki. Bo'zayini ichini o'tkazib qo'yib kasal qilib qo'ysangiz tan ololmayman. Ikkovini ham ko'rib olasiz. Ha, sutini litrini 1 litrdan 2 litrdan ko'paytirish, ozaytirish oxirizga bog'liq. Bu bergan pulingiz bola chaqamga, yaxshilik kunimga bersinmi? 100-sigirda ham yorug' yuzda sizga sotishni menga ham nasib qilsin. Bor baraka. Hoji tog'a bitta duo qiling. Topganlar yaxshi kunlarga bo'lsin, rahmatli bo'lsin, bola chaqalardan tinch bo'lsin. Ikalaringga ham Alloh rahmat qilsin. Yo'q bo'lsin, topganlar yaxshi kunlarga bo'lsin. Baraka topinglar. Bittasi mana sigir emas. Munajim bo'ladi. Bittasi mana novos bo'ladi. 61 million so'mga baraka toping. Berganga sotganga barakasini bersin. Zakirlar bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sabrini qilib bolasini qo'yani qachon berasiz? Keyingi olganda beraman-da. Yo, ziyon qiladi aka. Ziyon qiladi. Keyin bir bo'g'ozni puli ham bas. Bunchadan pul qo'ysa. Ham chiroyli qilib so'raylar boshqatdan, endi yopishtirib so'raylar bular ham. To'g'ri, yerimdan pul keladi o'shanda. Qarzi yo'q, chekkadagi bilan mana keladi. Endi barakasini bersin, o'g'lim, 30ga 25 bo'lsin, ana o'sha aytganda 30ga 25. Ya'ni men 30 millionga asli olmaganman. Endi nima? Yo'q, asli olmaganman bo'g'ozligidan ham. endi barakasini boshqasidan beradi. Aniq kelin topib berasizlarmi bu bolaga? Ha? Kelin. Keyin menga bitta sigir va'da bo'ldi mana. Unaqa sha'ni hech qayerda bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Maram qidirib qolaman. Bitta sigir va'da bo'ldi. 200 dollarga boshqa. Yangi tuqqanidan Sigir yo'lida aytsam bo'ladi, videoda naqdlatmadim sizga. 7 million qo'shindi. Yana ziyofalarga kelib yuraman, qarang, masaligini. 58 ekan. Aka, bitta gapiray, mana men bitta mardlik qilaman. 62 ham yo'q, 58 ham yo'q. Bo'ldi 61 millionga olib borib beraman. Dastlabkasi ham. Yo'q. Dastlabkasi ham arg'amchi. Baralarga bitkizing ularni. To'lardi hech qancha qolmadi. Sizga deb. Ata xolalar kelib salib. Aka 61 millionga olib borib ikkita mol. Aka zalloza 70 millionga bermaydi hech qayerda. Hozir foyda qilsang ham, Men ko'p foydasiz sotamanmi o'zi? Yo, aka o'zingiz ayting, mashta siz misol uchun. Sizga men odamman topib beraman deyapman, mana keyin. bari qo'yam bo'lar-da. Men sizga aytyapman, xursandchilik bilan oling, 61 million so'mga olib borib beraman. Sen arzon bermasang bularga Sanjar xafa bo'ladi, qistot beraman degan. O'shancha xafa bo'ladi. O'shancha aytyapman-ki, mana o'tib beray deyapman. Kelishtiring bering. Sizlar uylar miyaga beraveradi.
Yo'q, aka 58 million. Bunaqa O'g'lim qarang. 5-6 millionlar. Nima qilaman, hurmat qilaman. Kelishtirib bering. Keyin endi bering. Ha, 2 qadam pastda bu aka bir qadam tepaysiz. Ha, 2 qadam tuyish. Biz yomon so'ramadi ya. Ammo bilmayman qancha kelganingiz, agar foyda qilsa 60 pastda iloji yo'q aka. 60 pastda. Shoda keldik. Qayerdansiz o'zi? Mana Bog'dodda bir o'rtog'im bor, ajoyib o'rtog'im. Uylarda yotib ham qo'yganman, juda ko'p ajoyib oshnam bor. Mana darvoza qiladi chetda. Muhriddin degan. Aka, gap so'z yo'q. 61 millionga olib orttirib beray deyapman. 62 millionni ham unutdim. Dangallikka xolos, bu martga mart savdogarman. Shunaqa bor ismingiz nima? Baxtiyor aka, oling 61 millionga xursand bo'lib. Barakasini bersin. Opa, siz o'zi so'kinmang, siz 60 so'rab turib, bular 58 ga bering deyapsiz. Yo'q. Opa, siz endi nima deb turibsiz hozir? 60 so'rab 58 ga bering deyapsiz bularga. O'zi 60 so'rasiz. Aka 60 61 ga olib orttirib beray aka. Yo'q, 58 millionga foyda qilmaydi ama. Aka rostdan rasul qilib olib orttirib ham beraman. To'g'ri gap, bitta mashinada. Yo'q, aka foyda qilsa qani endi? Aka 500 ming foyda qilsa ham sotaman. mana 59 ming beradi. 60 pastda bu Yo'q, 59 bersin. 59 ana 59 bersan, agar net tushsa ber. Dangallikka bo'ldi 60 million bering. Bak qo'shib qo'ydim. Men so'ramay qo'shib qo'ydim. Kesinlar ham barakasini bersin. Bering endi. Sizga 1 million pul bersin. Qanasan Sanjarbi ham ashlatib qo'yib ketdi. Mashg'ulimiz bittasi. Hammasi qo'shib Bittasi mana mashg'ulimiz. Ikkalasi 59 million so'mga baraka topib bo'ldi. Olganga sotganga barakasini bersin. Allohim inson qilib yaratib qo'yganiga, Muhammadga ummat qilib yaratib qo'yganiga Allohimga ming bor shukr qilaman. O'zing barchalarimizni umrimizga rizqimizni ulashsin Allohim. O'zing bergan bizga farzandlar, nabiralardan keladi Allohim. Mana shu o'zing bergan nabiralarimiz, farzandlarimizni arqamizdan qolguvchi, arqamizdan duo qilsa duosi ijobat bo'lguvchi farzandlar qatorida qiling. Ilohim hech kim farzand dog'ini ko'rmasin, ilohim bizlarga ham ko'rsatmasin, ilohim. Farzandlarimiz orqamizda qolib bizlar duo qilsin Allohim. Allohim yuzga kirganda ham farzandlarimiz duogo'y bo'lib o'tiraylik ilohim. Mana shu ukamda ham tanijoni sog' bo'lsin. Xayrli yo'lda mana olishda uylariga borib barakasini bersin. Ko'p buzoqlar berib, uyda yaxshi kunlarga xizmat qilsin ilohim. Ilohim rizqi ulug' bo'lib boqsin shu hayvonga ham ilohim. Ilohim sizni ham ukajonim, tanjonim sog' bo'lsin, baxtingizga xo'jona sog' bo'lsinlar. Farzandlaringiz rohatini ko'ring, ishlaringizda Alloh rivojini bersin ilohim. Olgan pulingiz sizga ham barakali bo'lsin, meni ukamga ham olgan moli xayrli bo'lsin ilohim. Sog'lik bersin ilohim. Ko'p mana shu oldi berdi qilaveraylik, yana kelib yana ko'p qizlar ortga nasib qilsin ilohim. Borib ko'p bola bersin ilohim, barakasini bersin. Olgan pulini million qilib qaytaradigan qilsin. Bari o'zi Sanjarbek.